Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun e'tiboringizga bor yo'g'i 1.8 sotix yer uyda maydoniga mo'ljallab chizilgan 7 xonadan iborat bir qavatlik gazoblokdan qilingan, ya'ni 30 santimetr eni gazoblokdan qilingan uy proyektini obzori bilan tanishtirib o'taman. Avvalo, videolarimiz kimgadir ma'qul bo'layotgan bo'lsa, o'zlaringizning bittadan like va podpiska tugmalarini bosib ketsalaringiz juda ham xursand bo'lardik va kelgusi videolarda sizning xohishlaringizdan kelib chiqib video obzorlar qilishga harakat qilamiz. Avvalo uyimizning razmerlariga keladigan bo'lsak, eniga 18 metr va bunaqasiga 10 metr bo'lyapti. Shu holatida uyimizda ikkita ota-onalar yotoqxonasi, ikkita bolalar xonasi, bitta hol, bitta oshxona, bitta mehmonxona va qo'shimcha yordamchi xonalardan iborat bo'lyapti. Uyimiz umumiy ko'rinishi, tomlari yopilishi. Uyimiz bu hovlining o'rtasida tushyapti. Uy egasining mijozimizning mana bu tomonda ham uyi bor, ya'ni ayvon-payvon shunga o'xshagan narsalar qurilgan va bu yerda eski uy bor edi, o'shani buzib o'rtadan, hovlining o'rtasidan mana shunday uy qurilyapti va uyimizning orqa tomonida ham ozroq orqa hovlichasi bor. Biz faqat mana shu o'rtadagi asosiy uyni proyektini qilganmiz. O'shaning uchun mana bu tomonlardagi uylarni chizib o'tirmaganmiz. Va uyimizni bir boshdan boshlaydigan bo'lsak, fasad tomonidan qisqacha tushuntiradigan bo'lsak, общий mana to'g'ri uyga kiradigan asosiy eshigimiz, ikki tomonda bir xil simmetrичный joylashgan eshik romlarimiz joylashgan bo'ladi. Kirganimizda mana to'g'ri holga kiramiz. Mana bu xonamiz, ikkalasi bitta katta oilaviy o'tirib, televizor ko'rib, choy ichib dam oladigan xonamiz bo'lyapti va chap tomonimizda mana bu oshxonamiz. Oshxona ham ovqat pishiradigan, ham stol-stul qo'yib o'tiradigan joy bo'lyapti. Va oshxonaning o'zidan to'g'ri mana bu zalga, mehmonxonamizga ham kiramiz. Mehmonxonamizning o'zidan ham alohida hovliga chiqadigan eshigi bo'lyapti. Va bu tomonimizda bitta otaxon, onaxonlar uchun mijozimizning talabidan kelib chiqib bitta spalni qoldirib ketganmiz, yotoqxona. Bunga ham uyning ichidan kiriladi va hovliga alohida o'zlari uchun qulay bo'lishligi uchun hovliga ham chiqadigan eshik qoldirib ketganmiz. Orqa tomondan tushuntiradigan bo'lsak, orqa tomonimiz mana bu yerda ham bitta orqa hovliga chiqadigan запасной eshigimiz bor. Koridor orqali to'g'ri sanuzelning yonidan chiqib keladi. Va bu yerda bitta bolalar xonasi, mana bu yerda ham yana bitta bolalar xonasi va bu yerda общий sanuzelimiz mana bu yerda va bu yerda ikkinchi spalnimiz o'zining ichida garderob va sanuzel bilan birga bo'lyapti. Tomlari yopilishlari, mana bunaqa tomimiz. Eslatib o'taman, bunaqa tomimiz sal murakkab bo'ladi, narxi ham sal qimmatroq bo'lib ketadi. Uyga ketadigan material xarajati, lekin chiroyli ko'rinadi. Agar uyimiz arzonroq tushsin desangiz, qurilish oddiyroq tom qilib yopsa ham bo'ladi. Xo'sh, bir boshdan endi uyimizni planlarini betonidan boshlab hamma joyini ko'rib chiqamiz va birato'la video davomida uyimizga ketadigan materiallar hisoblarini qisqacha ko'rsatib tushuntirib o'taman. Avvalo uyimizga ketadigan beton rasxodini ko'rib chiqamiz. Eslatib o'taman, yana qaytadan aytaman. Uyimiz 30 santimetrlik, eni 30 santimetrlik gazoblokdan bo'lyapti. O'shaning uchun betonimiz ham xuddi shunday 30 santimetrlik qilingan beton bo'ladi. Mana bilan o'chirib turamiz. Bularga e'tibor bermaysizlar. Xo'sh, mana bunday holatdagi betonimiz balandligi 1 metr, eniga 30 santimetr. Ya'ni balandligini o'zlaringiz uydagi hovlidagi sharoitdan kelib chiqib chuqurroq ham bo'lishi mumkin. Hovlingiz balki ko'chadan chuqurroq bo'lsa, tabiiyki beton ham chuqurroq bo'ladi. Bizning sharoitda shu holati normalniy bo'lgani uchun shunaqa qilingan. Mana shunday holatdagi betonimiz va uyimizning mana bu regel kolonnalari hammasiga, regellama, kolonnama, sesma poyiz, permichkalar hammasini qo'shib hisoblaganda bor yo'g'i 40 kub atrofida mana shunday beton sarflanadi. Shunday holatida beton sarflanadi. Va betonimizga ketadigan armaturani ham aytib o'ta qolay. Mana shunday 14 lik armaturadan betonimizning o'ziga, mana betonimizning o'ziga 400 metr atrofida 14 lik armatura ketadi. Va regel kolonnalarimizga, kolonnani o'ziga 14 metrlikdan 14 lik armaturadan 320 metr ketadi va regel va mana bu permichkalarimizga xo'sh 12 lik armatura regelimizga 400 metr ketadi va permichkamizga 14 lik armaturadan 100 metr sarflanadi. Ya'ni mana bu permichkalarimizga shu holatda sarflanadi. Va endi uyimizni planini ko'ramiz. Birato'la ketadigan g'isht gazoblokini ham ko'rib o'tamiz. Uyimizni planiga keladigan bo'lsak, mana buni xo'sh, buni yashirib turamiz. Tomlarini, vassalarini olib turamiz. Общий mana tepadan ko'rinishi mana shunday holatdagi uyimizga ketadigan gazoblogimiz. Katta gazoblokdan, ya'ni uzunasi 60, eniga 30, balandligi 20 santimetrlik gazoblokdan 2040 dona ketadi, ya'ni 2000 dan sal ziyodroq va mana bu perigorодкalarimizga, ya'ni eni 10 santimetrlik perigorодкalarimizga
Xo'sh, 830 dona gazoblok ketadi. Xo'sh, uyimizni endi planini ko'rib chiqadigan bo'lsak, общий mana hovli tomondan ko'rinishi mana bu asosiy kiradigan eshigimiz bo'lyapti. Kirganimizda mana kattagina hol bo'lyapti. Mana bu yerda bemalol oylab o'tirib televizor ko'rib dam oladigan joy bo'ladi. Mana bu yerga uglovoy divan qo'yilsa, masalan, bu yoqqa mana choy ichadigan stol qo'yilsa, to'rga mana bunday televizor qo'ysak, juda ham chiroyli va qulay bo'ladi. Mana shunday holatda hol bo'lyapti va holning o'zidan chap tomonga ketadigan bo'lsak, mana bu oshxonamiz. Mana bu oshxonamizda bemalol mana bu tomonga kuxnya mebeli joylashadigan bo'lsa, mana bu yerga bemalol stol stulni joylashtirib 6-7 kishi, 8 kishini ham joylashtirsa bo'ladi. Mana shunday atrofiga stullar qo'yib o'tirsa bo'ladi. Va mana bunday qaraganda hovli tomonimiz oynadan chiroyli ko'rinib turadi. Va oshxonamizni o'zidan to'g'ri mehmonxonamizga ham kiriladi, zalimizga. Mana запасной eshik sifatida bitta eshik qoldirib ketganmiz va uy egalari uchun, mehmonlar uchun hovlidan bemalol kirib chiqib, shu yerdan chiqib ketib qilsa bo'ladigan joy bo'lyapti. Qisqacha razmerlarini ham ba'zi xonalarni ko'rsatib o'taman. Mehmonxonamizning razmerlariga keladigan bo'lsak, mana bunaqasiga 6 metr va bunaqasiga 3.40 bo'lyapti. Mana shunday holatiga bemalol bir 20 kishini sig'dirsa bo'ladi. Va hovlining chap o'ng tomonimizda mana otaxonlar, onaxonlar uchun bitta yotoqxona qoldirganmiz. Ya'ni o'zlariga qulay bo'lishligi uchun hovli tomonga ham eshik qoldirib ketganmiz. Va bu yerga mana koridor orqali bu yoqdan ham bemalol kirib chiqsa bo'ladi. Soyalarni olib turamiz yaxshi ko'rinishligi uchun. Xo'sh, holimizdan o'tadigan bo'lsak, holdan to'g'ri mana bu yerdan o'tib kelamiz. Bu yerda bitta G shaklidagi mana bunday koridorimiz bo'lyapti. Koridorimiz chap tomonida mana asosiy yotoqxonamiz bo'lyapti. Xo'sh, o'zining ichida mana bu garderob va sanuzeli bilan birga bo'lyapti. Oynasi mana orqa hovliga qaragan bo'ladi. Va koridordan to'g'ri qaraydigan bo'lsak, mana bu eshigimizdan bitta birinchi detskiy xonamiz bo'lyapti. Buni ham oynasi orqa tomonga qaragan bo'ladi. Va koridor bo'ylab darish ketadigan bo'lsak, boya aytganim mana bu onaxonlar uchun bitta spalnimiz uy ichidan kiradigan mana shu eshigi bo'lyapti. Mana koridor to'g'ri kiriladi va bu tomondan bemalol chiqib ketsa ham bo'ladi. Xo'sh, koridor bo'ylab to'g'ri ketadigan bo'lsak, orqa hovliga chiqib ketadigan запасной eshigimiz. Undan oldin mana yana bitta detskiy xonamiz, birinchi detskiy xona, mana bu ikkinchi detskiy xonamiz bo'lyapti. Va buni yonida общий sanuzellarimiz, ya'ni общий hammom va mana bu yerda общий tualetimiz bo'lyapti. Orqa tomonga qaragan mana bunday fortishkasi bilan birga bo'lyapti. Umumiy ko'rinishda planimiz mana shunday holatda bo'lyapti. Endi uyimizga ketadigan vassa va bolorlarni hisoblaydigan bo'lsak, mana shunday holatda mana bolorlarni qo'yib chiqamiz. Mana shunday 6 metrligi ham bor, 4 metrligi ham bor bolorlarimiz. Umumiy hisobda xo'sh, mana bolorlarimiz 21 dona 6 metrlikdan bolor ketadi. Mana uzunlari 6 metrlik bo'ladi. Kesiladigan joylari ham bo'ladi tabiiyki. 21 dona va 4 metrliklaridan mana bu joylarga 4 metrlik ketadi. Mana bularni ham kesiladigan joylari bo'ladi. Umumiy hisobda xo'sh, 31 dona bolor olsak, mana shu joylarimizga yetadi. Общий hisobda 52 dona bolorimiz ketadi. Va uning ustidan mana bunaqa vassa abrishotkasini qo'yadigan bo'lsak, 2 metrlik abrishotkalarimizni xo'sh 780 dona mana shunday atrofida mana shunaqa reykalarimizdan ketadi, abrishotka vassalarimizdan ketadi. Mana shunday. Bularni uyimizga ketadigan общий xarajatlarni o'zlaringiz chiqarib olasizlar, chunki bir ikkita videolarimizda men xarajatlarni aytib o'tganimda ba'zi obunachilarimiz ba'zilari uncha ko'p ketmaydi deydi, ba'zilari undan ko'p ketadi deydi. O'shaning uchun men umumiy material xarajatlarini aytib o'taman. Qolganlarini o'zlaringiz har kim o'zini viloyatidan, usta narxidan, material narxidan bemalol o'zlaring summasini chiqarib olasizlar. Shunda menimcha to'g'ri bo'ladi deb o'ylayman. Va uyimizga qo'yish tomimizni abrishotkalarni hisoblaymiz. Mana shunday holatdagi murakkab tomimiz. Endi bunaqa murakkab tomga ko'proq ketadi tabiiyki, xarajat oddiy tomga qaraganda 2 barobargacha ko'p xarajat ketib qoladi, lekin chiroyli ko'rinadi. Atak oddiyroq qilsa ham bo'ladi. Mana shunday holatdagi bunda faqat mana bu stoykalarni bu yerda chizmaganman, ko'p vaqt ketib qolgani uchun, lekin hammasi hisoblangan, chizmagan bo'lsam ham shu holatiga xo'sh strapelarimiz 4 metrlik strapelardan 140 dona ketadi. Mana shunday kesiladigan joylari bor. Hammasini hisoblaganda, stoykalarning hammalarini hisoblaganda 140 dona ketadi va ustidagi mana bu abrishotkalarimiz, reykalarimiz esa xo'sh, reykalarimiz 6 metrlik reykadan oladigan bo'lsak, 160 metr, 60 dona, 160 dona mana shunday reyka ketadi.
Xo'sh, umumiy tomimizga keladigan bo'lsak, endi tomimizning o'zining kvadratini hisoblaydigan bo'lsak, chistый holatda mana shu 230 kvadrat tomimiz bo'lyapti. Siz baribir agar oladigan bo'lsangiz ko'proq olasiz, chunki mana bunaqa qiyqim joylari, kirgan chiqqan joylari bor. Ana shunga ham anchagina rasxod ketib qoladi. Shuning uchun sal ko'proq olinadi. Ya'ni ham bularni ustalar kelganda alohida baribir hisoblanadi. Biz taxminiy hisoblaganmiz. 80-90% atrofida to'g'ri chiqadi. Lekin baribir ustalar ham o'zi hisoblab ko'rishga to'g'ri keladi. Va oxirgisi uyimizning eshik romlarini ham hisoblaganmiz, chunki bu ham unchalik arzon narsa emas. Mana shu holatdagi hamma uyimizning eshik romlariga, uyning ichidagi eshiklar ham, tashqari fasad hammasi bo'lib, mana shu eshik romlarimizga 62 kvadrat atrofida mana shunday akfa rom ishlatiladi. Buni ham har kim o'zini viloyatidan kelib chiqib yoki material ketadigan mana bunaqa plastiklisi ham bor, alyuminiysi ham bor, duxkamerlisi bor, boshqasi bor. Kvadrati 300-400 mingdan boshlab 1 million, 1,5 milliongacha ham bor. O'shaning uchun har kim o'zi sharoitidan kelib chiqib hisoblab olsa bo'ladi. Biz faqat shu kvadratini chiqarib beramiz. O'shani qolganini o'zlaringiz bemalol chiqarib olasizlar. Xo'sh, hurmatli obunachilar, mana qo'ldan kelgancha ko'rsatib, tushuntirib o'tdim. Kimgadir videolarimiz ma'qul bo'layotgan bo'lsa, bemalol kommentariyalarda o'zlaringizning fikrlaringizni qoldirib ketsangiz, keyingi videolarda ham bizga motivatsiya bo'ladi va sizlarning xohishlaringizdan kelib chiqib videolar chiqarishga harakat qilamiz. Umumiy ko'rinishda mana shunday holatdagi bir qavatli gazoblokdan bo'lgan uyimizning obzori.